Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Diğer haftada bugün Xudo xolasa aksiyalarimiz davom qiladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan kraskalarni tozalamasimizni bir qator video obzor qilib beraman. 13lik bo'limda turibdi. Metan gaz balonlari bor. Hozir bir qator grafiklardan ishlab chiqaman. Shunga ruxsatlari yo'q, lekin yurgan kilometrlari 90 ming yurtibdi. İçlarni holati chexol, linoleum hamma narsa qilingan. Fotolarcha qo'yilgan. Damasimiz 67 million so'madi, 3 million so'm bilan avtokrita chiqib turadi. Hozir 65 million so'm tushirdik, 1 million so'm bilan avtokrita chiqadi. Oylik to'lovim 4 yilniki 2 million 900, 5-yilniki 2 million 620-yilda ishlab chiqargan mashinamiz. Xullas 1 million so'm pul bilan kelsa, gayi notarius hech narsaga xarajati yo'q. Bir pasport bilan kelib, 1 million so'm pul bilan kelasizlar, mashinamizni milk etaverasizlar. Kimga qiziqadi bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalarni olib kelsangizlar, qo'llangancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.